Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Xonadonlaringiz tinchmi? Mana yana bitta faizli xonadonimizga o'rnatgan zinamizni bir ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa bitkazib topshirdik inshaalloh. Eng qizig'i 12-kun to'y bu. Xudo xolasa bu kadar qisqacha tanishtirib o'tamiz. Mana ustunlarimiz yong'oqdan bo'lgan, perilalarimiz yong'oq bo'lgan, balasinalarimiz ham yog'och materialdan bo'lgan. Stupenkalarimiz MDF shifon, yasin. Lak kraskalarimiz Betek firmasiga tegishli, xudo xolasa. Ko'rib bitta baho berasizlar inshaalloh. O'ta go'zal. Xudo xolasa egalariga ham yoqdi. Perilarimizni ham xudo xolasa mana uzmasdan bitta liniyada olib chiqqanmiz. Xudo xolasa bir tomondan o'rga ketmoqda, bir tomondan zinamiz. Apelkachilar ham hali yaqinda ishlarni yig'ishtirib chiqib ketishdan bu narsalarni. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz inshaalloh. Ustamiz mana rolda o'zlari. Nima deysiz ustamiz? Mana shunaqa bajarib holatda ham ishlarimiz, xudo xolasa. Bittadan like, kommentariyani bomba qilib ishimizga chiroyli baho bersani bo'ldi, xudo xolasa. Xudo xolasa bitta bizniki ham.